Endi Mana qaraganda hozir ham mana oldimga bormi? mana quyib olaman, mana damlab, mashina ichib, ana qilib turaman-da. Qachon olgansiz mahsulotni? Ramazonda aksiya bo'ldi-yu. Ha. Bir komplektga yana bir komplekt Qo'shib qo'shib berish, berdim-yu. ha. Ashunda olgandim. Hop, o'zi undan oldin qandli diabet qachon bo'lgan? Qandli diabet 3 yil bo'lib qoldi. O'shani men o'zimni bilganimda qanaqadir chanqashlar bo'ldi, hojatga borish ko'p bo'ldi. Ashundan keyin bir tekshirib ko'rachi desam, 12.6 chiqdi. O'zi uydagilarda bormi, ota-onangizdami? Ha, bir gelda bor, o'shani bir tekshirachi desam, o'shanaqa holat bo'ldi. Keyin men reklamada bu ko'rib, hali bir tabiiy mahsulot yaxshi degan tushunchada haligi ximikat dori-porilardan ko'ra bu tabiiy yaxshi bo'lsa kerak deb, siz o'zingiz mana hammaligi mashhur nimalar chiqishadi-ku, artistlar chiqishadi. O'shani men Instagramda ko'rib boshqa qilib, enaki buni ichishni boshladim. Qanchadan beri ichasiz buni? 3-kurs olishim. Oldin 2 kurs olganimdan keyin orada ozgina ichmadim, pererif qildim. Keyin haligi Ramazon aksiyasida oldim, o'shani o'zi mana mashina damlab olib, kun davomida kechgacha ichib turaman.